Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim bir mavzu haqida gaplashamiz. Ochiq aytishim kerak, bu ma'lumot sizning shaxsiy moliyaviy ahvolingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Ko'pchilikning savoli hozirgina. Har bir kishiga xalqaro hamkorlardan katta to'lov degan sarlavha ostidagi xabarlar qanchalik haqiqatga yaqin? Bu savol sizni ham o'ylantirayotgan bo'lsa kerak. Men mutaxassis sifatida shuni aniq aytmoqchimanki, bu masala hammaga tegishli va uni tushunish sizning kelajagingiz uchun kritik ahamiyatga ega. Shuning uchun iltimos ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hech bir daqiqasini o'tkazib yubormang va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumotlar ko'proq odamlarga yetib boradi. Keling, darhol asosiy mavzuga o'taylik. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Yaqin vaqtgacha odamlar xalqaro to'lovlar deganda asosan ikki narsani tushunardi. Chet elda ishlaydigan yaqinlardan keladigan pul o'tkazmalari, ya'ni remittancelar yoki ba'zi bir katta xalqaro loyihalar doirasida ish haqi. Bu o'zgarishlar muhim bo'lsa-da, har bir kishiga degan tushuncha kam edi. Agar siz qishloq joylarda yashasangiz yoki o'zingizni ijtimoiy himoyaga muhtoj his qilsangiz, xalqaro yordam sizga bevosita yetib borishi haqida kam o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Bu ko'proq davlatlararo yoki yirik tashkilotlar o'rtasidagi munosabatlar doirasida edi. Masalan, Xalqaro valyuta jamg'armasi yoki Jahon bankining mamlakatga ajratgan kreditlari makroiqtisodiy barqarorlikka qaratilgan bo'lib, ular bevosita sizning cho'ntagingizga pul solmasdi. Hozir vaziyat biroz o'zgardi. Globalizatsiya va axborot texnologiyalari tufayli xalqaro hamkorlar endi nafaqat hukumatlar bilan, balki bevosita aholining muayyan qatlamlari bilan ishlashga ham qiziqish bildirmoqda. Bu ayniqsa COVID-19 pandemiyasidan keyin yaqqol sezildi. Ko'plab xalqaro tashkilotlar va davlatlar o'zlarining ijtimoiy mas'uliyatlarini oshirib, insonparvarlik yordami va rivojlanish dasturlarini bevosita aholiga yo'naltirishga kirishdi. Har bir kishiga degan ibora aynan shu kontekstda paydo bo'ldi. Ammo u ko'pincha noto'g'ri talqin qilinadi. Aslida bu har bir kishiga shartsiz pul degani emas, balki muayyan mezonlarga javob beradigan har bir kishiga imkoniyat degan ma'noni anglatadi. Bu o'zgarish pullar taqsimotida ham, axborot tarqalishida ham yaqqol namoyon bo'ldi. Endi siz internet orqali bunday imkoniyatlar haqida tezroq xabar topishingiz mumkin. Ammo aynan shu tezlikda noto'g'ri va yolg'on ma'lumotlar ham tarqaladi. Shuning uchun bu mavzuni chuqur tushunish juda muhimdir. Keling, har bir kishiga xalqaro hamkorlardan katta to'lov iborasining asl mohiyatini chuqur tushunamiz. Dastlab shuni bilish muhimki, shartsiz, bevosita va faqat hozirgina sizning hisobingizga tushadigan pul yo'q. Bunday xabarlar ko'pincha noto'g'ri talqin qilingan yoki firibgarlikdir. Biroq xalqaro hamkorlardan real, sezilarli yordam olish imkoniyatlari mavjud, faqat ular ma'lum shartlar va mezonlarga ega. Insonparvarlik yordami va ijtimoiy dasturlar, BMT AGDP OCHAga, Qizil yarim oy jamiyati kabi xalqaro nodavlat tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladigan dasturlar eng tarqalgan xalqaro to'lovlar shakllaridan biridir. Bu dasturlar ijtimoiy himoyaga muhtoj kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bor shaxslar, yolg'iz onalar, yetimlar yoki tabiiy ofatlardan jabr ko'rganlarga yo'naltiriladi. Kimlar qiziqishi kerak? Agar siz ijtimoiy himoyaga muhtoj oila a'zosi bo'lsangiz, doimiy daromadga ega bo'lmasangiz, sog'ligingiz bilan bog'liq jiddiy muammolaringiz bo'lsa yoki oilangizda nogironligi bor shaxs bo'lsa, siz bu dasturlarga murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Misol, Qashqadaryoda 2 farzandini yolg'iz tarbiyalayotgan Sarvinoz opa ham ta'minlangan oila hisoblanadi. Mahalliy ijtimoiy himoya bo'limi BMT dasturi doirasida oilaning har bir a'zosiga 300 ming so'mdan jami 900 ming so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam e'lon qildi. Sarvinoz opa tegishli hujjatlarni, oilaviy tarkibi, daromadlar, vafot etganlik guvohnomasi kabi yig'ib topshirdi va yordamni oldi. Bu pul oilasining oziq-ovqat xarajatlarining bir qismini qoplashga yordam berdi. Bu yerda har bir kishiga degan ibora dastur shartlariga javob beradigan har bir kishiga taalluqlidir. 2. Ishga joylashish va malaka oshirish dasturlari. Xalqaro mehnat tashkiloti XMT yoki turli chet el hukumatlari tomonidan moliyalashtiriladigan dasturlar yoshlarni, ishsizlarni yoki malakasiz kishilarni ishga joylashtirishga va ularning kasbiy ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan. Bu dasturlar orqali siz yangi kasb egallashingiz, chet tillarini o'rganishingiz yoki tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishingiz mumkin.
Ba'zan ular o'qish davrida stipendiya yoki moddiy yordamni ham o'z ichiga oladi. Kimlar qiziqishi kerak? Yoshlar, universitet bitiruvchilari o'z malakasini oshirishni istaganlar, ishsizlar yoki kichik biznes boshlamoqchi bo'lganlar. Misol, Fargonadan 24 yoshli Alisher universitetini bitirgandan so'ng ish topa olmayotgan edi. U USAID moliyalashtirgan IT kurslari haqida eshitdi. Kurs 6 oy davomida bepul o'qitishni, muvaffaqiyatli tugatganlarga kichik startap loyihalari uchun 1 million so'm grant ajratishni va'da qilardi. Alisher kursga yozildi, o'qidi va muvaffaqiyatli o'tdi. U 5 million so'mlik grantni qo'lga kiritdi va bu pulga o'zining kichik veb-sayt yaratish xizmatini boshladi. Bu yerda katta to'lov bilvosita ta'lim va keyingi imkoniyatlar orqali amalga oshdi. Qishloq xo'jaligi va kichik tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, OTB yoki Xalqaro qishloq xo'jaligi taraqqiyot jamg'armasi kabi tashkilotlar ko'pincha qishloq joylardagi fermerlar va kichik tadbirkorlarga mo'ljallangan grantlar va imtiyozli kreditlar ajratadi. Bu dasturlar mahsuldorlikni oshirish, yangi texnologiyalarni joriy etish yoki kichik biznesni kengaytirishga qaratilgan. Kimlar qiziqishi kerak? Fermerlar, dehqonlar, qishloq joylarda kichik biznes bilan shug'ullanuvchilar. Misol, Jizzax viloyatining Baxmal tumanida yashovchi fermer Akram aka g'alla ekish bilan shug'ullanadi. Lekin eski usullardan foydalangani uchun hosildorlik past edi. U mahalliy hokimlik orqali Jahon bankining qishloq xo'jaligida innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash loyihasi haqida eshitdi. Loyiha doirasida zamonaviy sug'orish tizimi uchun fermerlarga 30% miqdorida grant va qolgan qismiga imtiyozli kredit ajratilishi e'lon qilindi. Akram aka loyihaga hujjat topshirdi, biznes reja taqdim etdi va ma'qullandi. U 20 million so'mga baholangan tizim uchun 6 million so'm grant oldi. Qolgan 1 million so'mga esa 3 yillik imtiyozli kredit rasmiylashtirdi. Bu uning hosildorligini oshirib, daromadining sezilarli darajada ko'payishiga sabab bo'ldi. Bu misolda katta to'lov bevosita naqd pul ko'rinishida emas, balki investitsiya ko'rinishidagi yordam orqali keldi. Ko'rib turganingizdek, har bir kishiga katta to'lov iborasi asosan muayyan mezonlarga javob beradigan va faol harakat qiladigan insonlar uchun juda real imkoniyatlarni anglatadi. Bu passiv kutish bilan emas, balki izlanish, hujjatlar yig'ish va loyihalarda ishtirok etish bilan bog'liq jarayonlardir. Endi esa xalqaro hamkorlardan to'lov degan tushunchaning noaniq jihatlari, tuzoqlari va ba'zida ko'rinmas bo'lib tuyuladigan nuanslar haqida gaplashaylik. Ko'pincha eng katta muammo bu noto'g'ri ma'lumot va firibgarlikdir. Firibgarlik sxemalari va qanday tanishish kerak? Har bir kishiga to'lov degan xabar paydo bo'lishi bilan firibgarlar ham darhol faollashadi. Ularning asosiy maqsadi sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriyasi, PMFL, bank karta raqamlari, login va parollar o'g'irlash yoki sizdan komissiya to'lovi yoki rasmiylashtirish badali degan bahona bilan pul undirish. Taniqli belgilar, haddan tashqari shoshilinch chaqiriqlar. Faqat 24 soat ichida ariza topshiring, imkoniyatni boy bermang kabi iboralar shubhali. Haqiqiy dasturlar odatda yetarli vaqt beradi. G'ayritabiiy darajada katta va shartsiz to'lovlar hech qanday harakat qilmasdan, hujjat topshirmasdan, mezonlarga javob bermasangiz ham $1000 yoki undan ko'p pul va'da qilingan bo'lsa, bu deyarli har doim yolg'on. Shubhali veb-saytlar va aloqa usullari asl tashkilotga o'xshab ko'rinadigan, ammo URL manzili biroz farq qiladigan, masalan, unichefuz.com o'rniga unichefuz.info veb-saytlar, Telegram, WhatsApp orqali shaxsiy xabar yuborib, to'lovni olish uchun shu linkni bosing deb chaqirishlar keng tarqalgan firibgarlik usuli. Avans to'lovni talab qilish, pulni yuborishdan oldin rasmiylashtirish uchun 1000 so'm to'lashingiz kerak degan talab. Bu milbenli firibgarlik. Hech qanday qonuniy xalqaro yordam dasturi sizdan avans to'lovini talab qilmaydi. Shaxsiy ma'lumotlarni so'rash, bank kartangizning to'liq raqami, amal qilish muddati, CVC kodi yoki bank ilovasiga kirish, login va parollarni so'rash, bu ham to'liq firibgarlik. Haqiqiy to'lovlar uchun faqat ID karta yoki pasport nusxasi, ehtimol bank hisob raqamingiz karta raqami emas, talab qilinishi mumkin. Misol, andijonlik talaba Nodira Telegramda BMTdan har bir talabaga $1000 to'lov degan xabarga duh keldi. Xabarda BMT logotiplari tushirilgan, ammo shubhali veb-saytga link berilgan edi. Nodira linkka kirib, u yerda shaxsiy va bank karta ma'lumotlarini, seriya, tug'ilgan sana, karta raqami, amal qilish muddati, CVV kodini
kiritishni so'ragan shaklni ko'rdi. Yaxshiyamki, u onasi bilan maslahatlashdi va bu firibgarlik ekanligini tushundi. Agar Nodira ma'lumotlarni kiritganida uning kartasidan pul yechib olinishi yoki ma'lumotlar boshqa maqsadda ishlatilishi mumkin edi. 2. Rasmiy manbalar va ma'lumotni tekshirishning ahamiyati. Barcha haqiqiy xalqaro yordam dasturlari rasmiy kanallar orqali e'lon qilinadi. Bular O'zbekiston hukumatining rasmiy veb saytlari, Ijtimoiy himoya agentligi, Bandlik vazirligi, Qishloq xo'jaligi vazirligi, shuningdek bevosita xalqaro tashkilotlarning O'zbekistondagi vakolatxonalarining rasmiy veb saytlari. Kimlar diqqatli bo'lishi kerak? Internetdan faol foydalanuvchilar, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlardagi noma'lum guruhlarga a'zo bo'lganlar. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Rasmiy ma'lumotlarni tekshirishni biladigan, shubhali xabarlarga ishonmaydiganlar. 3. To'lov shartlarining murakkabligi va shaffoflik. Haqiqiy xalqaro dasturlarda to'lov shartlari ancha murakkab bo'lishi mumkin. Pulni bevosita naqd shaklda olish o'rniga sizga ma'lum bir mahsulot yoki xizmat, oziq-ovqat, dori-darmon, o'quv kurslari uchun vaucherlar berilishi mumkin. Yoki pul maxsus mobil ilova orqali raqamli hamyoningizga o'tkazilishi mumkin. Bu shaffoflikni oshirish va mablag'larning maqsadli ishlatilishini ta'minlash uchun qilinadi. Misol, Jahon oziq-ovqat dasturi WFP tomonidan qochqinlar uchun O'zbekistonda amalga oshirilgan dastur. Qochqinlarga har oyda 300 ming so'm miqdorida oziq-ovqat kartalari berildi. Bu kartalar faqat belgilangan do'konlarda oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olish uchun ishlatilishi mumkin edi. Naqd pul yechib olish imkoniyati yo'q edi. 4. Mablag'larning cheklanganligi va tanlov jarayoni. Har qanday xalqaro yordam dasturining byudjeti cheklangan. Shuning uchun dasturga murojaat qilganlarning hammasi ham yordam olavermaydi. Har doim qat'iy tanlov jarayoni mavjud. Sizning arizangizni ko'rib chiqish, ehtiyojingizni baholash va dastur mezonlariga mos kelishingizni aniqlash uchun ma'lum bir vaqt ketadi. Faqatgina hozir degan shoshilinch xabarlar ko'pincha bu real jarayonlarga zid keladi. Ushbu nuanslarni tushunish sizni yolg'on va firibgarlikdan himoya qiladi. Shuningdek, haqiqiy imkoniyatlarni aniqroq ko'rishga yordam beradi. Har doim ma'lum manbasini tekshiring va shaxsiy moliyaviy ma'lumotlaringizni himoya qiling. Mahalliy mutaxassislar bilan maslahatlashishdan tortinmang. Yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, endi sizga aniq amaliy maslahatlar beraman. Xalqaro hamkorlardan katta to'lov haqidagi xabarlarga duch kelganingizda nima qilishingiz kerak? 1. Ma'lumot manbasini 2 marta tekshiring. Nima qilish kerak? Har qanday katta to'lov xabarini eshitganingizda, avvalambor manbasini aniqlang. Rasmiy veb saytlarga o'ting. Agar xabarda BMT, Jahon banki, USAID kabi xalqaro tashkilot nomi tilga olingan bo'lsa, ularning O'zbekistondagi rasmiy vakolatxonasining veb saytini toping. Veb sayt manzili, URL'i to'g'ri, luz domain ekanligiga ishonch hosil qiling. Misol, sizga Telegramda UNICEF'dan 1 million so'm yordam puli tarqatilmoqda, mana bu link orqali murojaat qiling degan xabar keldi. Siz linkka kirishdan oldin google.com saytiga kirib, UNICEF Uzbekistan official website deb qidiruv bering. Rasmiy unicef.org O'zbekiston manzili saytini toping va undan qidirayotgan dastur haqida ma'lumot bormi yo'qligini tekshiring. 2. Hech qachon avans to'lov qilmang. Nima qilish kerak? Agar sizdan rasmiylashtirish to'lovi, komissiya yoki soliq kabi bahonalar bilan pul talab qilinsa, bu yo'tbunizga firibgarlikdir. Haqiqiy yordam dasturlari sizdan hech qachon avans to'lovini so'ramaydi. Misol, sizga xalqaro hamkorlik jamg'armasidan $500 olishga haqlisiz. Faqat pulni olish uchun hisobingizni faollashtirish uchun 1000 so'm yuboring degan xabar keldi. Darhol bunday xabarni o'chirib tashlang va bloklang. O'sha shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qiling. Nima qilish kerak? Bank karta raqamingizning to'liq versiyasini, amal qilish muddatini, orqasidagi CVC kodini, shuningdek bank ilovalariga kirish uchun login va parollarni hech kimga bermang. Har qanday rasmiy tashkilot sizdan bu ma'lumotlarni so'ramaydi. Maksimal talab qilinadigan ma'lumotlar bu pasport nusxasi, PNFL va sizning bank hisob raqamingiz, IBAN, karta raqami bu hisob raqami emas. Nima uchun muhim? Bu ma'lumotlar yordamida sizning bank hisobingizdan pul o'g'irlashlari mumkin. 4. Mahalliy mutaxassislar yoki hokimiyatga murojaat qiling. Nima qilish kerak? Agar xabar haqiqiy yoki yo'qligi haqida shubhangiz bo'lsa, mahalliy hokimiyatning ijtimoiy himoya bo'limlariga, bandlikka ko'maklashish markazlariga yoki O'zbekistondagi xalqaro tashkilotlarning rasmiy vakolatxonalariga, ularning rasmiy telefon raqamlari orqali murojaat qiling.
Ularning mutaxassislari sizga aniq ma'lumot berishi mumkin. Misol, sizga bir dastur haqida xabar keldi. Unda nogironligi bor shaxslarga xalqaro yordam dasturi orqali 2 million so'm ajratiladi deyilgan. Siz shu xabar bilan tuman yoki shahar hokimligining ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Ular bunday dastur haqiqatdan ham mavjudmi? Agar mavjud bo'lsa, unga qanday hujjatlar bilan murojaat qilish kerakligini tushuntirib beradi. 5. Kerakli hujjatlar to'plamini oldindan tayyorlang. Nima qilish kerak? Agar siz ijtimoiy himoyaga muhtojlar uchun dasturlarga qiziqayotgan bo'lsangiz, asosiy hujjatlaringiz pasport nusxasi, oila tarkibi haqida ma'lumotnoma, daromadlar to'g'risida ma'lumotnoma, nogironlik haqida ma'lumotnoma, tug'ilish guvohnomalari doim tayyor tursin. Bu sizga haqiqiy imkoniyat paydo bo'lganda tezda harakat qilishga yordam beradi. Nima uchun muhim? Ko'pincha dasturlarga ariza qabul qilish muddati cheklangan bo'ladi va hujjatlarni yig'ishga sarflangan vaqt imkoniyatni bo'y berishga olib kelishi mumkin. 6. Ijtimoiy tarmoqlardagi shubhali guruhlar va kanallardan uzoq turing. Nima qilish kerak? Tezkor pul, BMTdan to'lovlar, hamma uchun grantlar kabi guruhlarga ishonmang. Ularning ko'pi firibgarlar tomonidan boshqariladi. Faqatgina rasmiy va tasdiqlangan manbalardan ma'lumot oling. Unutmang, haqiqiy yordam va imkoniyatlar mavjud, ammo ular har doim aniq qoidalar, shartlar va rasmiy jarayonlar orqali amalga oshiriladi. O'zingizni va yaqinlaringizni firibgarlikdan himoya qiling. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, har bir kishiga xalqaro hamkorlardan katta to'lov degan xabar aslida clickbait sarlavha bo'lsa-da, uning zamirida ma'lum shartlar asosida amalga oshiriladigan real imkoniyatlar yotadi. Bu imkoniyatlar ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, yoshlar, tadbirkorlar va fermerlar uchun turli ko'rinishlarda mavjud. Asosiysi e'lon qilingan har bir xabarni sinchiklab tekshirish, firibgarlarning tuzog'iga tushmaslik va doim rasmiy manbalarga tayanish. Faqatgina shundagina siz haqiqiy yordamga erisha olasiz va moliyaviy barqarorligingizni yaxshilay olasiz. Umid qilamanki, ushbu batafsil ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Siz bu haqda qanday fikrdasiz? Sizga ham shunga o'xshash xabarlar kelganmi? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring, tajribalaringiz bilan bo'lishing. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimizda ham sizni qiziqtirgan shu kabi muhim mavzularni yoritishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.